Diqqat, muhim xabar. Respublikamiz bo'ylab yangi bog'larni barpo etadigan qishloq xo'jaligi sohasidagi tadbirkorlarga ko'chatlarni, shuningdek, suv tejovchi texnologiyalarni sotib olish uchun tijorat banklari tomonidan mablag'lar islomiy moliya tamoyillari asosida ajratiladi. To'g'ri eshitdingiz, endilikda sanoatlashgan bog'larni barpo etadigan bo'lsangiz va u yerda siz suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etadigan bo'lsangiz yoki sertifikatlangan ko'chatlarni ekadigan bo'lsangiz, davlat sizni har tomondan qo'llab-quvvatlaydigan amaliyot joriy etilmoqda. Fermerlar kutgan kun keldi. Mana shu tizimga islomiy moliyalashtirish tamoyillari joriy etiladi. Tartibini hozir tushuntiramiz. Eski bog'ingiz bor, uning o'rnida yangi bog'ni barpo etmoqchisiz va u yerda sizga suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish kerak va belgilangan tartibda sertifikatlangan ko'chatlarni sotib olish kerak. Buning uchun mablag'ingiz yo'q deylik. Kredit sizni qanoatlantirmaydi, to'g'rimi? Endilikda esa prezidentimiz tomonidan aynan shu yo'nalishda qishloq xo'jaligi sohasidagi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida islomiy moliya tamoyillari asosida tijorat banklari tomonidan pullar ajratiladi. Mazkur tamoyillar quyidagi 3 ta muhim yo'nalish bo'yicha ajratilishi Prezidentimizning farmonlarida alohida belgilangan. Birinchisi, yangi bog'larda suvni tejaydigan texnologiyalar asosida sug'orish tizimi joriy etiladigan bo'lsa. Ikkinchisi esa xorijdan in vitro mevali ko'chatlarini olib keladigan bo'lsangiz. Uchinchisi, mana shu yerda agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish uchun qishloq xo'jaligi texnikalarini sotib oladigan bo'lsangiz, islomiy moliya tamoyillari asosida tijorat banklari sizga ko'maklashadi. Bundanda zo'r yana bitta muhim yangilik aytib o'tamiz. 2026-yilning 1-avgustidan boshlab zamonaviy suv tejovchi texnologiyalarni o'rnatgan sanoatlashgan bog'larda quduq suvlaridan foydalanganlik uchun soliq stavkasi 5 yil muddatga atiga 1 so'm etib belgilandi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, davlat tomonidan endilikda sanoatlashgan bog'larni, umuman yangi bog'larni barpo etgan qishloq xo'jaligi sohasidagi tadbirkorlar nafaqat qo'llab-quvvatlanyapti, balki ularning faoliyati uchun yanada yangi imkoniyatlar yaratilmoqda. Agar sizga mana shu xabarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, uni barcha respublikamizdagi qishloq xo'jaligi sohasidagi tadbirkorlarga, ayniqsa yangi bog'larni yaratish istagida yurgan tanish-bilishlaringizga maksimum darajada yuborib qo'ying va qishloq xo'jaligi sohasidagi qonunchilikdagi taqdim etilayotgan imtiyozlar, preferensiyalar, imkoniyatlar to'g'risida birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, unda Suvchilar maktabining ijtimoiy tarmoqdagi barcha sahifalarini kuzatib boring hamda obuna bo'ling.